ham ko'rib qoldim sizlarda. Bu medallar qayerdan? 3 ta qizimiz oltin medal taqib olishdi. Bu Medalga qiziqar ekansiz siz. endi bugungi kunda O'zbekistonda juda ham ko'p sportchilar yetishib chiqyapti. Barselona yutganiga taqib olishgan. Nimadan bu? Qizlar yoqqa. Qizlar kameraga qaraymiz. Bu nimadan bu oltin medalni olgansizlar? Qaranglar, mana 3 ta qiz, 1 2 oho. Avvalo assalomu alaykum. Biz guruhimiz bilan mart oyida xalqaro tanlovda qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi o'tkazilgan ko'rik tanlovda ishtirok etib, sovrinli birinchi o'rinni egalladik. Oo! Biz Turkiya festivaliga yo'llanma oldik. Tabriklayman qizlar. G'alabalar bardavom bo'lsin. Shu yoshingizda shunaqa g'alabaga erishibsizlar, hali bu yillar davomida qancha yutuqlarga erishasizlar. Sizlarga omad tilaymiz qizlar. Yana studiyamizda kutib qolamiz. Hayır. Ustozlaringga ham rahmat. Ustozinglarga Alloh. Bilganni qarang. Medal olgandan bilgan. Bizda ham medal olgan san'atkor bor. Kim Mana ekan? Shahram akam. Traktor